Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Pro Ligasining navbatdagi turi natijalarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, yangilangan turnir jadvali, chempionat to'purarlari va keyingi tur uchrashuvlariga ham nazar tashlaymiz. Marhamat, birga bo'ling. Yangilangan jadvalni ko'rsatishimdan oldin like bosing, kanalga obuna bo'ling va bunday videolar chiqishi bilan xabardor bo'lish uchun bildirishnomalarni yoqing. Chempionatda bir nechta ikkita gol urgan to'purarlar bor. Ulardan biri Olimpik jamoasidan Javohir Muborakov. Kelgusi tur uchrashuvlarini ko'rib chiqamiz. Sizni yaxshiroq tanimoqchiman. Sharhlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilishingizni yozib qoldiring. Keling, keyingi tur o'yinlarini ko'rib chiqamiz. Kanalda qaysi boshqa ligalar jadvalini ko'rmoqchisiz? Qaysi ligani kuzatmoqchisiz? Obuna bo'lishni va kanaldagi boshqa ligalarni ham ko'rib chiqishni unutmang. Keyingi videogacha